Assalomu alaykum Durdona opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Manga xayrli kech. O'zi ko'p Rahmat. savollarimga deyarli javob ham oldim. Aha. Hozir Iroda opam bilan gaplashayotganingizda shunaqa ichim to'lib ketdi-da, Oysha onamizni aynan sizga qaysi sifatlari yoqdi dedingiz-ku, Mhm. gapirganlarim kelib ketdi. Ko'p onalarimiz, to'g'ri hammasini emas, tan olishim kerak, 4-ta 5ta onamiznikini eshitdim-da, lekin ularniki menga to'g'ri oxirigacha anaqa o'qiy olmadim, o'zlashtira olmadim, chunki zerikarli tuyuldi-da. Lekin Oysha onamizni bir 2 soatli anaqasi bor ekan, shunaqa mazza qilib eshitdim-da, menga eng Mhm. yoqqani ularni o'sha kim bilandir anaqada qolib ketib, keyin mana bu zinoda, fahshda ayblar ekanlar-yu, Mhm. Saxoba bilan qolib o'shanda ketadi. payg'ambarimiz ham endi ulardan xafa bo'lar ekanlar-da, ko'pchilikdan eshitganlari uchun. Keyin vahiy kelar ekan ularni pokligi to'g'risida. Mhm. Qur'oni Ana Karim. o'shanda anavi Abu Bakr anaqaga payg'ambarimiz qizingiz pok ekan desa, aytadi-yu, anaqaga payg'ambarimizga hamd etgin desa, anaqa qiladilar, yo'q, man anaqamni poklab oqlab bergan Allohimga hamd etaman deydi, ulardan xafa bo'ladi, как shu yerda o'zlarini nima qirolicha deb topadi. Qaysarliklarini. Mhm. Qaysarlik manda ham shunaqa bor bo'lsa kerak dedimda, bilmadim, rosa shularni energiyasiga kirib ketdimda. Lekin mana Mhm. anaqani qirolichalik past chiqdi-da. Mhm. Молодец, zo'r topgansiz. Rostdan sizda qaysarlik bor. Hozir mana shu yerda o'zida ham topib beraman. Anu, yo'q, mayli gapiraversinlar desa jim turibsiz-da, yoqyapti-da u sizga. Yo'q, qo'ying, men ikkinchi gapirdim demayapsiz-da. Shunday Shu bo'lar yerda o'zida ham даже qaysarlik bilan, tipa nежность bilan erishyapsiz maqsadingizga. No, xitрость ham ekan. ishlayapti-da. Aytingiz, siz unaqa xitris emassiz dedingiz Eroda opaga. Men aytyapman-da, men xitriyman deyapman-da Da, siz ichimda. xitriysiz. Hozir o'zida man ko'ryapman-da, kulib turdim-da, ataylab jim turdim. Jim turibsiz-da, spon yo'q. Uni olib Durdona opa, men gapiraman deyapti-da. Voy xudoyim-ey. Молодец, zo'r Birinchi topgansiz. Intuitsiya zo'r sezgan. judayam Da, yoq. sizda bor. Keyin faqat ularni yonida bo'lganda vahiy kelgan dedi-yu, men ham rosa xohlayman-da, mana shu turmush o'rtog'im, men bu hali u energiyaga erisha olmadim. Xudo xohlasa mana shu o'zlashtiraman, anaqa qilaman. Inshaalloh. Xohlayman mani deb men zo'r energiya bersam-da, ular ham zo'r anaqa topishlarini, anaqa qilishlarini. Rosa ishonaman-da ichimdan hamda. Xudo xohlasa o'zim ustimda ishlayman, harakat qilaman shu narsaga. Inshaalloh. Inshaalloh. Молодец. Haqiqatan O'zi sizda his qildim. Rostdan ham o'zingizni ko'nglingizni zo'r topgansiz. Mana shu energiya bilan ishlashni boshlaganingizda rostdan sizda realno ishlaydi. Nimaga? Chunki energetikangiz juda yaqin-da. tak, Biz boshqa to'g'ri, biz to'g'ri ularni hayotida yashamaganmiz, ularni bilmaymiz, lekin obraz qila olamizda, tasavvurga ega bo'la olamiz. Shuning uchun ham o'zingizlar tasavvur qilib, o'zingizlar ko'ringlar deya oldim-da. boshqa onalarimizga bilmadim, anaqa qiziqishim bo'lmadi, eshitgim kelib, pauza qilib, yoqtirmay, ichimda anaqa xohish bo'lmadi. Lekin bularnikini bitta o'tirganda, og'zimni ochib, voy eshitib mazza qildimda. Keyin o'sha Mhm. birinchi ulardan boshladim. Keyin qolganlariga o'zi unaqa qiziqish ham bo'lmadi-da. Mhm. Tushunarli. Balki o'sha birinchi baribir intuitsiya baribir zo'r narsa-da, balki o'shaning uchun ham tortgan bo'lishi mumkin. Lekin inshaalloh to'g'ri anaqa направлениедasiz deb o'ylayman. Alloh bizani ham bilimimizni, Amin. anaqa tarbiyamizni, axloqimizni shularni anaqasiga yetkazsin. Shu o'zi savollarimga qizaloqli anaqa savollarim bordi foizlarim to'g'risida. Boshqalarga javob berganingizda bir-birimizni aksimiz biza o'zimga ancha-muncha javob oldim. Shuni Молодец. rosa ham etgim kelib ketdi-da, shu rahmat Mhm. kattakon deb. Yo, zo'r topgansiz, молодец. Rostdan ham to'g'ri topolgansiz, energiyaga tusha olgansiz. Shu mayli, anaqalar savollar beraversin, shuni aytgim kelib ketuvdi hammaga. Omad, Mhm. yaxshi bilimlar, manfaatli bilim olaylik hammamiz. Amin. Amin. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, Madina. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Ozgina telefonga yaqinroq gapirasiz? Durdona, menda qanaqadir jertvalik juda ham kuchayib ketayotganga o'xshayapti oxirgi 3-4 kunda.
Da. Yo'q, 3-4 kunda emas, ancha kuchaygan hozir. Da. O'zimda ham sezilyapti-da, keyin hali o'zimni savollarimga javob topolmayapman. Oxirgi yo men shu narsadan olib chiqib ketishga qanaqadir yordam bering demoqchi edimman. Nima qilay? Sizga taklif qildimi, adashmasam o'tgan safar coach. Aha. Ha. Coach Aynan olmoqchimidi? coach bilan ishlash, yo'q, mendan aynan olishingiz shart emas jonginam. Любой kim bo'lishidan qat'iy nazar. Baribir ishlashingiz kerak. Qachondir baribir ishlashga majbur bo'lasiz-da. Chunki o'sha holatga kelib bo'ldim shekilli. Menimcha ishlashim Da. kerak. Vaqtdan Lekin yutqizgandan ko'ra sizdan boshlash boshqa kerak. odam bilan ishlolmayman, to'g'risi gap. Chunki qanaqadir menga ovozingiz ham, bunaqalarga ishlash uslublaringiz qanaqadir o'zimga yaqin qilamanda. Bemalol ochila olaman deb o'ylayman. Hali nima deydi, ozgina moddiy jihatdan aytdim-ku, men yana больницадамanda. Kasal bo'lib shunaqa. Hozir ham больницadaman. 3 kun, 4 kundan beri ishoning, o'rnimdan turolmayapman, yotib olyapman. Chunki kuchim qolmayapti. O'shanga nimadir qilib hozir chiqsa bo'ladimi shu jeplarga? Da, bo'ladi. Qarang, Madina, qachon больницаdan chiqasizlar? Bilmayman. Erta yo indin chiqishimiz kerak. Bu haftani biz уже reja qilib bo'lganmiz-da, bu haftaga qo'shib yorolmayman. Lekin qanchadir muddatga o'sha o'tgan safar 50% degdim-a sizga skidka narxini. 50% to'lang dedimmi? Qancha dedim sizga? $70. Ha, общий $70 to'lang deganmanmi? Shunaqa shu $70 evazi turadi, $70 sizdan muzlab. Keyin qizlarga keyingi hafta mana shu hafta yakshanba esiga solib qo'ysangiz, sizga yangi haftadan coachga qo'shib yuborishadi. Keyin qo'lingizga pul tushishi bilan bizga o'tkazib qo'yaverasiz. $70 bo'lganda turdan $70 dan uzildim deysiz. O'sha oxirgi o'tkazgan summangiz kunini hisoblab turib $70 o'sha kungi kurs bo'yicha $70 da biz rashodlashaveramiz. Ya'ni bo'lib to'lash imkoniyatingiz bor. Men faqat shu taraflama yordam bera olaman sizga. Tushunarli. Qanchadir konkretni vaqtni aytasiz, o'sha vaqt tugamagunga qadar sizni qizlar bezovta qilishmaydi, qarz so'rab yoki davayt to'laysizmi yo'qmi, yo'q deyishmaydi-da, bemalol o'sha vaqt, masalan 1 oy dedingizmi, o'sha 1 oy ichida siz bemalol coachlarni olaverasiz, davom etaveradi coach. 1 oy to'lgandan keyin siz esingizga solib qo'yishi mumkin, bugun to'lov qilaman deganingiz nima bo'ldi deb. Ungacha bo'lib qancha summa tushgan bo'lsa, kartangizga shuncha summa qilib o'tkazib tursangiz ham rashod bo'lib turaverasiz. Va oxirgi to'lovingiz, masalan, bugun mana 200 ming qoldi. Bugun 200 mingni to'lasangiz, shu bilan $70 bo'ladi. O'sha kungi kursni ko'ramiz, общий summa $70 ga yetdi. Faqat o'sha kungi kurs bo'yicha yetdi deylik. O'sha kungi kurs pastlab ketdi deylik yoki ko'tarilib ketdi deylik. Mana shunda rashodimiz o'sha kunni hisobidan bo'ladi. Dollarda hisoblaganimiz uchun. Atak bu yog'iga anaqa qanchada to'lov qilishingizni aytsangiz, konkretni sizga bo'lib to'lashga ruxsat berishadi. Nozimani o'ziga yozsangiz, Nozima o'zi shug'ullanadi bilan. O'zlari ham shu yerda eshitib turibdi. Men shu taraflama yordam bera olaman. Ya'ni vaqtdan yutqizmasligingiz uchun sizga oldinroq coach o'tib, to'lovni keyin sekin-asta to'lab olishingizga imkoniyat yaratib berishi mumkin. Xo'p. Nimadir qo'rqityapti-da, siz boshlamayapsiz-da. O'tgan safar ham aytdim, anaqa qildim, aloqaga chiqdingiz, молодец, lekin uyaldingizmi, so'rashdan xijolat bo'ldingizmi, men o'zingizga qo'yib berdim-da. Uyaldim. Shu uchun bunaqa narsada men tushunaman, что baribir biz qaysidir уровеньda menda ham hozir ham bir sim pulsiz o'tirishim mumkin bemalol. Bu narsadan problema bo'lmaydi jonginam. Biz insonmiz, bir-birimizga yordam berishimiz kerak har doim. Kechmi, ertami, o'lib qolgan joyimiz yo'q-ku, anaqa pulsiz bo'libdi. Siz bermasangiz menga boshqa tarafdan kelaveradi. Lekin vaqtdan yutqizmasdan siz anaqa rivojingizni harakatini qilishingiz kerak baribir. Agar rasman bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, boshqasi bilan ishlamoqchi bo'lsangiz ham xuddi shu maslahatni beraman. Bugun
bugun o'sha 4-kun bo'lsa, bugundan sal adetdan keyin ko'zimni ochdimda sal o'zimni tutishga harakat Mhm. qilyapman. Hozir Madina transformatsiya hamchi sizni kuchingizni olib qo'yadi. Chunki eski ong, o'sha yig'ilar, o'sha turmush o'rtoqlik gaplar, bular hammasi o'sha transformatsiya holatida kelyapti. No, da bundan tashqari baribir rivojlanish ham kerak o'zingizni ongingizda haqiqatdan jirtva уже to'yyapsizda jirtvadan, to'yindingiz jirtva obraziga. Shu uchun ko'tarilish bo'lyapti. Молодец, siz уже to'yganingizni his qilyapsiz. Demak, rivoj vaqti keldi degani. Keyin anaqa bo'ldida, mana razbor Mhm. qildim. Darslarimiz borki, ikkinchi razborimizda meditatsiya qilindi-ku. Xuddi shu Mhm. meditatsiya har kuni shu meditatsiyani qo'yib eshitaman-da. Meditatsiya vaqtida shunday ko'zim yumiladi-da, qanaqadir g'alati tushlar, nimalardir ko'rib uxlab qolaman-da, yana bundoq Da. ko'zimni ochsam, yana o'sha meditatsiyadan chiqqan bo'lib, yana o'sha ovozingiz davom etayotgan bo'ladi-da. Mhm. Nimaga bilasizmi? Chunki aha, chunki to'lib qolgansiz, sig'mayapti energiya. Ong ishlashni xohlamayapti-da. Yo'q deyapti. Men normalniy yotibman shu yerda deyapti. Ha, shunday. Shu paytda ong ko'tara olmaganda ong uxlatib qo'yib bo'lsa ham rivojga tayyorlanadi-da sizni. Tushunarli. Mana shu. Rahmat, kattakon sizga. Salomat bo'ling jagina. Nozimaga yozib qo'ying. Nozima siz bilan aloqaga chiqadi, xudo xolis. Yakshanba kuni sizga o'sha soati, kunini belgilab, vaqtini yozib yuboradi.